Assalamu alaykum Aliya Sultan 322 taam salonidagi barliq aziz qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimizda qumul yapmisi, ya'ni taom turidagi bir tur, ya'ni qumul yapmisi. Bu qumul yapmisini biz o'zgacha bir xil usulda etimiz, ya'ni qovurmay etimiz. Bizning an'anaviy bildigan usullarimizdan faqat qovurib etgan qumul yapmisini bilatdik. Bu bir xil alohida bo'lgan qumul yapmisi bo'ldi. Buningga asosligi shunga o'xshash mayliroq so'nglik go'sht ketadi. So'nglik go'shtda tatliq chiqadi. Undan boshqa bosh piyoz, zanjivil, chamg'ura, baranga, qizil sabza, tatliq yanyu, palak. Ondan başqa doğru dermeklerden tuz, pomidor qiyami, kavavcin talqini, bajo yani şakalbadiyan. Ondan başqa suda çoxum yumuşatib ilingan noqutda. Bunun ozuqlik qiymati yuqori bo'lganligi uchun buni tanladik. Xanım qizlar, qozonga hozir ham go'shtni sag'andan keyin go'sht chilashqadek suv quydim jumib. Endi mushuni qarab turib, ko'pikini yig'ilg'ichilik qarab turamiz. O'tni aytdimi, normal tanshaymiz. Bek kuchli qilib ko'pik aralashib ketsa bo'lmaydi. Eng muhimi shu ko'pikning yig'ilishini kutaylaymiz. Bu araliqda biz mushu yapmaga ketadigan xemirimizni yug'urib olamiz. Men hozir mushu taxsiga bir yer piyola atrofida un oldim. Adam sonalarining jiqozligiga asosan olsanglar bo'ladi. Buning bir bal qo'shib tuz qo'yib, sovuq suv bilan bo'sharoq lag'manning xemiridek changlikda xemir yug'urib olamiz. Xanım qizlar, men xemirimizni bo'sh lag'manning xemiridek yug'urib, mas'uliyat xaltaga o'rab qo'ydim. Bu tingash turdi. Endi mana go'shtimizni qaynab tayyor bo'ldi. Hozir men ko'pigini oldim. Ustidagi mush ko'pikni cho'qim elib olishga diqqat qilishimiz kerak. Go'shtimiz oz degandimi bir 20 minutdan yarim soatgacha qaynaydi. Endi men zanjibilni ushshaq to'g'rab selitimiz. Mush zanjibilning odam badaniga foydali taraflari bekmi ko'p bo'lganligi uchun zanjibilni soldim. Anadan keyin piyoz. Bu piyozlar bir 10 minut qaynab bo'lgandan keyin endi sabzini solamiz. Hanımlar, men piyozlarimizni qaynab bir 5 minutda qaynab bo'ldi. Men doğru dermeklarni saytayli. Ta'mi ara sig'sangiz buniki texmi yaxshi chiqadi. Bo'lib bu shakalbadiyan bilan shu kavavchin talqinniki odam badaniga bo'lgan foydali taraflari bek shu qo'rayjimi. Xanım qizlar, go'shtimiz hozir yarim soat atrofida qaynab tayyor bo'ldi. Endi noqutni solamiz jumi xanımlar. Shu noqutning ozuqlik qiymati yuqori bo'lg'achqa men har qanday tamoq qilsagani bek yaxshi ko'raman. Bo'lsa sizlarning shu odatni yetildiringlar. Andan keyin tez pishadigan ko'ktatlarni sabzini ostiga solamiz. Buni ustilab solsak bo'laveradi. Asta bilbil qaynab pishadi bu. Sabzini eng ostiga soldim. Andan keyin chamg'ur jumi. Shu chamg'urni tezroq pishadigan ko'ktat turiga tava. Ondan keyin barangi bilan tatliq yanyu. Eng ustiga tatliq yanyuni solamiz. Xanımlar, hamma ko'ktatlarimizni sep bo'ldik. Endi buni shu og'zini dumlab, qozonimizni yeb sus o'tda az degandimi 15 minut atrofida buni dumlab pishiramiz. O'timiz bek ash varaqshib qaynab ketmasin, umashda ko'p ketadi buning suvi. Sus o'tda 15 minut dumlasak, bu ravros pishib bo'ladi. Bu pishqicha araliqda biz xemirimizni pishirg'ach tursak bo'ldi. Xanım qizlar, boyagi yug'urib tayyor qilgan xemirimizni ham shu taraf cho'nliqda zuvli qilib olamiz juma. Zuvli qilib, bunday nepiz ochgandan keyin buni bunday qilsanglar, bu texmi nepizlaydi juma. Bag'ansir nepizlatimiz bu ochgan bilan qo'yib qo'ysak bo'lmaydi buni. Mishta nepizlatib bo'lgandan keyin buni anadagi majjimbilimizni maylab olamiz juma. Maylab olgandan keyin mushuning ustiga bunda tizimiz. Asli qumul yapmasini qilgan vaqtda shu boyagi sho'rpimizdan ustiga solgan ko'ktatlarning ustiga ham yeytimiz. Ba'zan xonam qizlar endi aplik bunda mashg'ulot qilmay qolsin deb ma'qul usulni o'rgatdim. Mishta yeytib olgandan keyin suvmaydimda bir maylab etib, chunki buning ustiga nurg'ulg'an xemirlarni bosuvsak bo'ladi. Tüp-tüpsga bosuvsak bo'ladi, chaplashib qolmasligini oldini olish uchun. Ma'o bo'lsa, boyagi sho'rpimizning yuzidan ilib olgan mayjumi. Buni shu yuzi iliq mayliroq chiqadi emas, mana bu bek chiroyli chiqadi. Mushuning ustiga tekshi surib chiqamiz. Mush xemirlarni hammasini mush shaklda qilib bo'lgandan keyin jimbilda buni 10 minut atrofida pishirsak bo'ladi, pishib chiqadi. Xanım qizlar, bu pishibmi tayyor bo'lib qoldi. Endi buning ustiga men qizilmuch, ko'kmuch, samsoqlardan azroq saytib, xonimlar. O'zinglarning yaxshi ko'rishiga asosan, bu boshqacha bir ta'm kirdi. Anadan keyin palakni besib 2 minut atrofida buni og'zini dumlab olsak bo'ldi. Xanım qizlar, bugungi shu qumul yapimizmi tayyor bo'ldi. Bo'lib bo'lmuş tepisidagi chalpakni qilgan vaqtimizda bu bekmini biz bo'ldi juma xonimlar mana shunaqa
qo'llarimiz ko'rinib qolgandek holatda mustamatik 2 qavat jumi. İşte nepiz bo'ladi bu. Bekmi yeyishlik bir xil taom bu. Bo'lsam shu oilada bir sinab ko'ringlar. Qo'rib etgan ko'mil yapmasiga qaraganda bumi bir xil alohida o'zgacha ta'mda bo'ldi ekan. Bugungi darsimiz tamom. Bilmagan o'rinlar bo'lsa, chayxonada so'rasanglar bo'ldi, xonimlar.